Assalomu alaykum. Va alaykum assalom va rahmatulloh. Olmalaringiz qanchadan? Olmalarim o'ziga qarab. Ha, ichi paxta bo'lib qolmaganmi? Yo'q, meni sinim Allohga qasam, bu o'zimning dehqonchiligim. Suvli, qorong'i joyda saqlaganman men. Ha, bular qanchadan ekan? 35 ming sinim bu. 1 kilo tortib bering. Xo'p bo'ladi sinim. Bizda Xudodan qo'rqamiz. Aniq ichi paxta emas-a? Ich paxtami shunday tishlasangiz suv sachraydi. Biz tarozidan aldamaymiz, Allohdan qo'rqamiz. Allohga qasam bizniki halol. Sinim. O'tgan safar bozorda yaxshi chiqmadi-da. Endi ular shunaqa Xudodan qo'rqmaydiganda ular. Sinim, men vallohi men Xudodan qo'rqaman, sinim. Ha, qani tortingchi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Aka, uzr, aytishga noqulay, pulim yo'q edi, shunga Alloh yo'liga iftorlikka ozgina meva bera olasizmi farzandlarim uchun? Ha, tekingami, Alloh yo'ligami? Ma. Rahmat. Hozir qarang, mana shu bor pulim. Shuni hammasiga yaxshi mevalaringizdan terib bering, iltimos. Mana. 8. Mayli, tortmadim, olaver. Rahmat. Arzimaydi. Ey Xudo, qo'y ko'rib, bandalaring qanday ko'rar kun. Chiriganin sen uchun berib, yaxshilarin berdi pul uchun. Dünya, dünya, bir kam dünya sen. Kimni xo'rlab, kimni suyasan, yorug' dünya sen.